Qadimda bir zinokor va qimorboz yigit uzoq yo'l bosib bir donishmandning huzuriga boribdi. So'ng undan duo so'rabdi. Men ko'p yomon ishlar qildim, qimor o'ynadim, zino qildim, birovning haqqini yedim, ammo endi o'zgarmoqchiman. Agar menga halol va bokira juft uchrasa, ehtimol o'zgararman. Axir aytishgan-ku, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Agar itoatkor qiz uchrasa, aytganlarimni hammasiga xo'p desa, balki men o'zgararman. Shunda donishmand duo qilibdi. Yaratgan egam, bu bandanga eng kerakli juftni berginki, yaxshi yo'lga kirmay iloji qolmasin. Yigit rahmat aytib uyiga qaytibdi. Yurtiga yetib kelsa, onasi unga bir go'zal qiz topib qo'ygan ekan. Katta to'y qilib hayot boshlabdi. Ammo qiz yigit istaganda itoatkor emas, aksincha o'z gapini o'tkazadigan bo'lib chiqibdi. U yigitning hech bir so'ziga kirmabdi. Ishlab topgan pulni bir tiyin ham qoldirmay olib qo'yar, pulni malikalarday ishlatib, bu topganing kam, bor yana pul ishlab top dermish. Oxiri yigit xotinini yo'lga solish uchun kaltaklabdi. Xotini qoziga arz qilib, yigitning adabini berdiribdi. Orqama oqibat 2 farzand tug'ilibdi. O'zini uyning xo'jayini kabi tutadigan bo'libdi. Bechora yigit esa ilgarigi ulfatlaridan ham ayrilib, bir hunarni mahkam tutib, har kuni ibodat qilib xotiniga insof so'raydigan bo'libdi. Ulardan bir kuni o'sha donishmand shu mamlakatga kelgani ovoza bo'libdi. Yigit ham uning huzuriga borib dardini to'kib solibdi. Ey yolg'onchi firibgar, meni eslaysanmi? Men sendan duo so'ragandim, qarg'ish emas. Meni nima deb qarg'adingki, Xudo menga itoatkor ayol emas, mana shu yaramas xotinni yubordi. Donishmand kulib javob beribdi. Kel, seni yana duo qilay. Yo'q, menga shu xotinim ham yaxshi. Bundan battariga chiday olmayman. Sening duoying aks ta'sir qiladi. Yaratgan seni o'zgartiradigan juftni yuborgan. Agar itoatkor ayolga uylanganingda edi, bu yo'lingdan qaytmas eding. Chunki haromning ta'mini totgan odamga halol narsa chiroyli ko'rinmaydi. Sening darding o'zgarish edi. Mana ko'rib turibmanki, niyatingga yetibsan. Xulosa shuki, biz bilmagan sinovlarda ham aslida biz uchun xayr bor. Ha, albatta. Ya'ni yaxshi juft avvalo mukofot. Bir-biringizni tushunib, qadrlab yashaydigan inson bo'lsa, siz muvaffaqiyatga erishasiz. Lekin agar sizdagi kamchiliklarni yo'qotadigan juft bo'lsa, u bundan ham xayrli. Ko'rib turganingizda yigitning qimorboz, zinokor, yana bir qancha nuqsonlari bor edi. Bularni bartaraf etish uchun u donishmandga borib Allohdan o'ziga itoatkor juftni so'radi. Agar ayol, qiz itoatkor bo'lganda, ehtimol haromni ta'min totib ko'rgani uchun hech qachon o'zgarmagan bo'lardi. Lekin mana o'zgardi. Judayam ajoyib bo'lgan ibratli hikoya. Sizga ham ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Yoqtirish tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.